Sizga g'alati gapim bor. Yaqinroq keling. Meni tinglash bahonasida bugungi 15-kun mashqini ham bajarib olasiz. Bugungi mashqimiz mana bu oddiygina harakatdan iborat bo'ladi. Bilasizmi, siz umuman harakat qilmasdan turib mushaklaringiz kuchini oshirishingiz mumkin. G'alati eshitiladi. Masalan, siz kresloda o'tirib, xayolan qo'llaringizga gantelni olib mashq qilyapsiz. Mana shu tasavvurning o'ziyoq mushaklarning kuchini oshirishga yordam berar ekan. Ya'ni, tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha, biz mana shunday mashqlarni xayolan tasavvur qilayotgan vaqtimizda miyada harakatlarni rejalashtirish va boshqarish tarmoqlari faolroq ishlay boshlar ekan. Ya'ni, tanangiz harakatsiz holatda bo'ladi, lekin miyada harakatning neyron modeli mashq qilinadi. Umuman tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha, umuman mashq haqida o'ylamaydigan, tasavvur ham qilmaydigan, hayotda ham bajarib o'tirmaydigan odamlarning mushaklariga qaraganda, hech bo'lmasa xayolida mashqlarni tasavvur qiladigan insonlarning mushaklari kuchliroq bo'lar ekan. Mashqimizni ozgina o'zgartiramiz, ya'ni murakkablashtiramiz. Mana bu tarzda. To'g'ri, albatta, haqiqiy mashq o'rnini tasavvurdagi xayoliy mashqlar bosmaydi, lekin bu bizga qachon kerak? Ba'zan hayotda qandaydir bir kasalliklar tufayli yoki shikastlanishlar tufayli butun bir tanasi yoki tanasining ma'lum bir qismida harakatning chegaralanishiga sabab bo'ladigan holatlar yuzaga keladi. Ana shunday bemorlarni hayotga qaytarishda mana shunday xayoliy mashqlar, tasavvur qilinadigan mashqlar yordam berishi mumkin ekan. Ya'ni bunday xayoliy mashqlar miya va mushaklar o'rtasidagi bog'lanishni qayta tiklashga yordam berish orqali yo'qotilgan harakatlarni qayta tiklash imkoni yuzaga kelar ekan. O'zi aslida aytiladiki, harakat miyada boshlanadi, tanada esa ko'rinadi. Shuning uchun hech bo'lmasa mashqlarni tasavvur qilish orqali biz mana shunday bemorlarni hayot sifatini yaxshilashga erishishimiz mumkin bo'lar ekan. Mashqimizni yakunlaymiz. Aziz do'stlar, agar sizga mana shunday ilmiy ma'lumotlar qiziq bo'lsa, albatta sahifamga obuna bo'ling va bugungi mashqni bajara olgan bo'lsangiz, izohlarda plus belgisini qoldiring.